Ancha baland, ko'k bor iloji yo'q. Voh. Shuni aytaman-da, ovga yo'q ham, chopib chiqyapti-ku men. Tep-tekis chiqdi. Stalbada qo'rqib o'tiribman men. Nimadan qo'rqasan o'ylanma, tushsa boshingga tushar. Gap yo'q. Ko'kdan o'tkazib oldi. Yomon tez tushiryapti lekin. Ha, oldi chiqib olasan. Shundaki evakuatorga mos bo'lsin. Ko'cha ko'p chiqib ketyapti lekin, ko'chaga sal buyoqqa tortish kerakmidi? Bo'ldi evakuator olar. Mana bu joy 7 oy oldin, mashina 8 oy oldin avariya bo'lgan. Bu beton bloklar bo'lmagan, beton bloklar tep-telagan. Bu tomondan men chiqarish iloji yo'q. Hovli yo'q. Shuning evaziga ortiq kiram bilan. Shunaqa deb bo'lgan mashina O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz, $100 so'ramiz bir.